Assalomu alaykum hammaga. Bugun uy sharoitida qanaqa qilib tabiiy chiroqli qilishni o'rganib olamiz. Bizga kerak bo'ladi limon, imbir va asal. Limonni pare-pare qilib kesib olamiz va idishimizga solamiz. 1 yoki 2 bo'lak solsangiz yetarli. Imbirdan 1 qoshiqcha yoki yarim qoshiqcha qilib solsangiz ham bo'ladi, kuchli shamollaganingizga qarab. Va asaldan ham chaynash ложкада 1-2 chaynash ложка solamiz va limonimizni suvi chiqqunga qadar yaxshilab asal bilan ezib aralashtiramiz. Ustidan kipitok qo'yib, qaynoqqina holatida qabul qilamiz. Ichib olamiz. Kuniga 2 yoki 3 marta qilib ichsangiz, effekti вообще zo'r bo'ladi. Kasal bo'lmay sog' bo'ling. Sizdan esa like va podpiska.